Bu juda ham mелкий detal bo'lishi mumkin, lekin kerakli. Shu narsani bilsanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda shunaqa insonlar bor, tepadan keladi, ko'rishgani. Bu holatlarda agar ma'ni misol qilib oladigan bo'lsak, bu kibrlikni bir alomati desa ham bo'ladi. Tepadan, tarafdan kelib ko'rishish. Endi ba'zi bir holatlarda odamlar bor, pastdan kelib ko'rishadi. Mana bunaqa holatda. Bu holatda bu deganiki, agar men misol bo'ladigan bo'lsam, men bu insonga nisbatan ya'ni nima desa tayyorman. Ya'ni men pozitsiyamni bu insonga berib qo'ydim. Shunaqa holatlarni ham bildiradi. O'shaning uchun ko'p diplomatik aynan vazirlar, prezidentlar, qirollar ularning uchrashuvida e'tibor qilsanglar, yaxshilab ularda ko'rishish aynan bitta holatda bo'ladi. Bu ya'ni mana shunaqa holat. Ya'ni u kaft o'girilmaydi ham va bunaqasiga ham o'girilmaydi. Lekin shunaqa holatlar bor, uni ham videoda qo'yib ketamiz, qisman 2-3 sekund qilib ko'rib ketasizlar. Ba'zi bir prezidentlar bor, shunaqa holatda ko'rishadi va o'zining ikkinchi qo'lini boshqa prezidentni qo'lini ustiga qo'yadi. Bunaqa holatida bu bildiradiki, ya'ni so'z bilan emas, aynan qo'l bilan, ishora bilan aytadiki, men sizni hurmat qilaman, hurmatingiz men uchun baland va siz bilan bugungi kunda ko'p narsani kelishib gaplashamiz. O'shaning uchun ko'rishishda ham juda ham katta madaniyat bor. Bu madaniyatda har bitta detal, ayniqsa diplomatik dunyosida ko'p narsani bildiradi. O'zi umuman diplomatik hayotida, olamida u yoqda har bitta harakat, har bitta detal bu og'izga olinmagan, lekin ko'p narsani bildiradigan narsalar.